Ba'zi qarzlar pul bilan to'lanmaydi. Ular inson qalbida yashaydi. O'zbek yozuvchisi O'lmas Umarbekov yozgan mashhur Qiyomat qarz hikoyasida insoniylik, halollik va vijdon mavzusi yoritilgan. Hikoyada Sarsonboy ota ismli halol va vijdonli chol haqida so'z boradi. Urush paytida bir odam frontga ketib, qaytib kelmaydi. Uning qo'ylarini esa Sarsonboy ota omonat sifatida olib, yillar davomida boqib yuradi. Bir kuni odamlar undan qo'ylaringizdan bittasini soting deb so'rashadi. Lekin Sarsonboy ota, bu qo'ylar meniki emas, men ularni sota olmayman, bu omonat deb javob beradi. Qiyomat qarz hikoyasi har bir insonning vijdoni oldidagi javobgarligini eslatadi. Hikoya shuni ko'rsatadiki, halollik va vijdon inson uchun eng katta boylikligini, inson omonatga xiyonat qilmasligi kerakligini va har bir odam o'z vijdoni oldida javob berishi kerakligini anglatadi. Asardagi qiyomat qarz degan ma'no inson bu dunyoda qilgan ishlariga oxiratda ham javob berishi kerakligini anglatadi. Xulosa qilib shuni aytamizki, bu hikoya odamlarni halol bo'lishga, omonatga sodiq bo'lishga va vijdon bilan yashashga chaqiradi. Qadrli kitobxon, ushbu hikoyani o'qib chiqishingizni tavsiya qilib qolamiz.